odamlarni qiyin ahvolidan foydalanib qolishlikka shay turadigan savdogarlar. Eshitib qo'yinglar shu narsani. Usmon ibn Affon necha foiz desa shunday beriladigan holatda foydani ozroq qo'yib bermayapti. Shunday sadaqa qilib yuboryapti. Tovar yo'q bo'lsa sirasi ko'tarib qo'yasizlar ayrimlaringlar. Ha desa monopolist bo'lib qolasiz, bitta sizda qoldi. Sirasi ko'tarib qo'yasiz, qolsa shu deydi. Men majbur qilmayapman deydi. Odamlar muhtoj bo'lgan paytda berib qolinglar. Va boshqa yerdan Alloh taolo ko'paytirib berganligini ko'rarsizlar ehtimol. Hech hisobim chiqmayapti odamlar. Zakotni beraman, sadaqani qilaman, shu bir rivojlanib ketmayapti tijoratim. Chunki sen farz bo'lgan, vojib bo'lgan ihson sadaqani qilyapsan. Mana bu sendan bo'lgan e'sorni o'zingga kerak bo'lib turib beradigan paytda bermaganligi uchun, e'sor qilmaganligi uchun senga kelmayapti bu narsa. O'tgan darsimizda eshitdik-ku, 200 dirhamlik kiyimni 400 ga sotib qo'ydi. Borib qo'lidagi isini borib